qor ko'chki kelgan joyda o'rtasida turibman. Pastga qarasak, katta kuchli ko'chki kelgan. Ko'z bilan kelib ko'rish kerak. Ko'chki natijasida hosil bo'lgan. Eng tepada edik. Undan pastga tushdik. Mana yana pastga tushganimda ham 5 metr chiqadimi shu? Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Qorlar ko'chki natijasida pastga tushib keladi. Assalomu alaykum. Bizning bugungi safarimiz Chimyon davolanış maskanida bo'ldi. Chimyonda Toshkent viloyati. Mana bu yerlarda mehmonxonalar qurilyapti ekan. Chang'i uchish, kichik kanatkasi bor. Chang'i uchishyapti hamma odam. Biz tepaga tepalarga chiqib aylanib kelamiz. Qor yaqinda yog'ib ketgan qor chiqibdi ekan. Hozirda Chimyondagi qor ko'chki kelgan joyda o'rtasida turibman. Mana bu tarafdan ham qor ko'chkisi kelgan. Mana sizlar mana bu joylari keyin bu yerdan 2 martalar kelganga o'xshaydi. Keyin bu tarafdan ham kelgan. Bu tarafdan kelib mana qo'shilgan. Ikkalasi tashib pastgacha, ancha pastga qor ko'chkisi borgan. Mana Chimyonda kanatkasi. Ko'chkini ko'rsataman. Mana bu qor endi ko'chkini qanday baland, shunday kuchli kelganini yo'qladi endi. Mana bu hammasi qor. Qor. Shunday balandlikka tushib kelgan. Endi uni qanday balandligi deydigan bo'lsak, mana pastga qarasak ko'rinadi. Shunday qor ko'p bo'lgan. Ajoyib. Shunday balandlikda kelgan. Hozir buni pastga tushib ham ko'rsataman. Pastda qoyalardan baland kelganini ko'rish mumkin. Ajoyib. Bu tarafdan kelgan. Shu tomondan kelgan ko'chki shunaqa baland kelgan. Bu yog'iga shuga kelib asosiy urilish ko'chkini asosiy oqimi sharga kelib urilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bu tarafda ham o'zi ko'chki ketgan keyin bizda. Undan keyin balki yana keyin kelgandir. Asosiy bitta kelganda katta kuchli ko'chki kelgan. Yo'ldagi hamma narsani olib keladi. Toshmi, tuproqmi, nima bo'lsa, shuning uchun ko'chkida qorlari toza bo'lmaydi. Manzara go'zal. Buni ko'z bilan kelib ko'rish kerak. Chimyonda joylashgan bu. Chimyonda ozroq yurish kerak. Nasib bahorda sali bu hali birdaniga erib ketmasa kerak, shu yana 15 kun
20 kun tursa kerak. Undan keyin kelsa, sharsharalar ham hali sharshara qurigan ekan, suv yo'q ekan. O'sha sharsharada ham suv bo'lsa, sharshara ko'rib, va ko'chkilarda izini ko'rish. Yaxshi, hozir endi pastga tushamiz. Qara. Pastdan qanday ko'rinadi? Hozir bizlar ancha tepada turibmiz. Tepada ham shuncha baland. Endi asl pastga, yerga yaqinroq. U ham men pastga tushgan joyim ham asli yer bo'lmaydi. Yerda ham 1 metr, 2 metr qor, yerdan balandlikda qor, lekin tepaga ketgan. Hozir uni pastdan tushib ko'ramiz. Mana nihoyat o'sha toshdan o'layotgan yo'lda joylashgan qorli tog'ga yetdik. Chiqib bo'lmayapti. Mana o'sha ko'chki natijasida hosil bo'lgan balandligini qarang, necha metr. Ancha baland. Hali bu men turgan joyimizdan ham pastga yer qatlami yergacha ancha baland. Ko'chki shu darajada katta kelganki, mana shunday balandlikda yig'ilib kelgan qor kubligida. Yo'l qor yaxshi yog'di, o'shaning hisobiga mana shunday ko'chkiga bu endi qanchada erib ketsa erib ketadi, lekin bir necha kunlardan tursa kerak. Qor toshga o'xshab turadi, xuddi uzoqdan toshga o'xshaydi, lekin mana qor hamma eribyapti. Ko'chki davomi tarafda ketgan ko'chki. Qor shuncha balandlikda qor turibdi hozir. Bu ham managidan yana pastroqqa tushdik. Hali bu joyda ham pastda qancha qor bor kim biladi. 3-chi eng tepada edik. Undan pastga tushdik. Mana yana pastga tushganimda ham 5 metr chiqadimi shu? 1,5 metr chiqsa, mana bunday qilganimda 5 metr chiqadi. Bu endi 10 metr deganim, u 10 metrdan ham ko'p ekan aslida. Mana yuqorida u ko'rinib turgan ham qor. Mana O'zbekistonda mana shunday ko'chki natijasida albatta. Endi bu vaqtinchalik qanchadir kunda erib ketadi. Mana hozir eryapti, smaraglar hosil qilib erib, tushib kelyapti. Buncha ko'p qor yog'ishi va bunday kattalikda qor ko'chkining kelishi ham o'zi noyob hodisalardan biri hisoblanadi. Uni kelish kerak, ko'rish kerak, faqat ehtiyot bo'lish kerak. Va ob-havoga ko'chki bo'ladimi, yo'qmi, shular hisobini olish kerak. Chunki hali tog'ning uchlarida qorlar juda ko'p. Mana hozir ko'rsataman, bu tarafda qorlarda. Mana bu tog'larda hali bu tarafda mana shu tomon tog'ning ko'chkisi, hali tepada qorlar. Ko'chki natijasida pastga tushib keladi. Hali bu kelgani yo'q. Shunday ko'chki bo'lish xavfi e'lon qilinganda iloji boricha kelmaslikni tavsiya beriladi. Endi birinchi o'rinda baribir odamning sog'lig'i, joni turadi. Agar kunda ochiq va bunday ko'chki xavfi bo'lmagan vaqtda kelib tomosha qilib ketsangiz, albatta ajoyib bu manzarani ko'rib. Qor hammasi qor. Qor mana bu tosh. Tepadagi tosh. Shu kelib mana shu tepalikka toshga urilib, shu ko'chki sharda to'xtagan, keyin qolgani yarimi bir uchi pastga davom etgan. Mana pastga qarasangiz, hali yana past, ancha pastlik. Biz endi asta qaytamiz. Tepasiga ham chiqqan. Qor kelib urilgan, tepasigacha to'xtagan, keyin bu tarafidan yonidan o'tib ketgan. Mana bu joyda alpinistlar shug'ullanadigan joy ekan. Endi o'ylayveringizlar qancha baland. Qorlar, tog'lar. Hozir yo'lga tushib olaman, chunki bilmaysiz buni ustida ko'p yurib bo'lmaydi. Hozir qor yoqqanligi natijasida
ko'mib tashlagan. Hali bo'larim. Tepadagilar hali yana bir kun ko'chkida tushadi hali, ancha qor tushadi. Chunki bu tarafda ham ancha baland bo'lib turadi hali. Ko'chki natijasida keladi. Chunki mana qayerda chuqur bor, qancha qor bilmaysiz. Ehtiyot bo'lishga ham bu ko'chkiga olib kelgan qor qattiq bo'ladi. Oyog'ingizni toshda qayirib olganda qayirib olish ehtimoli bor. Shuning uchun yurayotganda ehtiyot bo'lib, iloji boricha buni ustidan ko'p yurmaslik kerak. Mana o'sha joyda to'proqda qanchadir qismini ham qo'shib olib kelgan mana. Loy aralash qor. Manzara juda chiroyli ancha. Bahorda chimyon faqat qishda kelish uchun emas. Bahorda kelsangiz ham qor bo'ladi. Mana shu ko'chkilar va kelgan qorlar ancha vaqt turadi. Aprel, maylarda ham tepalarda turadi. Kelib qor ko'rasiz. Keyin tepada sharsharasi ham bor. O'sha sharshara mana loydagi tepalikdek ko'rinadi, lekin aslida bu ko'chki olib kelgan, hosil qilgan joy. Bu yoqda qurilishlar ketyapti hozir chimyonda. Bu yil tugaydimi, yo'qmi bilmadim. Yana bir 2-3 yilda ochilsa ancha mehmonxona, turistlar keladigan joy bo'ladi. Qorda odam eng mazza qiladigan mashg'ulot mana shu bo'ladi. Qordagi yurish. Yoqdan ham qor ko'chib keladi. Nasıl? Bana geçti başka.